Man Sharipova Kamol Mirhamidovna, oliy toifali nevropatolog, kineziolog, osteopat, doktor. Skolioz bo'yicha bugun sizlarga ma'lumot bermoqchi edim. Skolioz bu umurtqani qiyshaysh deyishimiz mumkin o'zbekchasiga. To'g'ri kelayotgan mana o'ng tomonga, mana yoki chap tomonga qayilish mumkin. Skolioz bo'ladi 3 xil. S-образный degani faqat bir tomonlama, mana hozir rentgenda ko'rganinglardek, mana bir tomonlama grudno-поясничный skolioz birinchi darajada. Mana rentgenda ko'rishingiz mumkin buni. Mana bu to'g'ri yurmaydi-da, mana shunaqasiga qiyshaysh keladi. S-образный bo'ladi, latincha S bo'lsa, ham grudnoy ham поясничный отделda qiyshaysh bo'ladi. O'ng taraflam bo'lish mumkin, chap taraflam bo'lish mumkin. Eng ko'p uchraydigan bu o'ng tomonlama grudnoy, chap tomonlama поясничный. Bu ko'proq uchraydigan skolioz. Undan tashqari mana yondan ko'rsak, bo'lish mumkin lordoz, to есть men bu nimasini bel tomon oldiga ketish lordoz, kifoz degani bu nabarat orqaga. Mana men bu rentgenda shu narsa ko'rishingiz mumkin. Bu bitta bolada, 4 yasharli bolada ham S-образный skolioz bor, ham поясничный lordoz bor, ham kifoz bor, и plus еще шейный lordoz bor. Ko'rdingizmi? Bo'ynida o'zgarish, ko'krakda o'zgarish, belda o'zgarish bo'lyapti bitta bolada. Shuning uchun savol tug'iladi. Buni davolatsa bo'ladimi?